Ақ қағаз әрекеті və siyasi həlaq xeridorchiligi. Millatga oq it, ko'k it yig'ib kelganda hammasi falsafasidan dars so'zlab kelayotgan ziyolilik kimligini bir qadar saviya safaga yondashtirib namoyon qilib kelishga tirishayotgan ba'zi o'qimishlilarning yaqinda Xitoy xalqida boshlangan oq qog'oz harakatiga aktiv ovoz qo'shish chaqiriqi, hatto o'zi bir qulluq oq qog'oz tutib qo'llash harakati olib borganligi ijtimoiy uchur vositalarida diqqat tortdi. Mazkur ovoz qo'shish chaqiriqi maydonga kelishi bilan tang bir qism siyosiy aktivlar, bo'libmi gap jonbozlikdan bakrak, prinsipallikda ching turib amaliy sohada dodil qadam tashlab kelayotgan bir turkum avangardlar masalaga sog'lom siyosiy nuqtai nazarda qarab mumkin qadar Xitoy xalqi bilan bir vagonga chiqib qilib, orqadan tusholmay qilishdek siyosiy tantaklikka dastmaslik uchun masalaga sezgurlik va sug'oqqonlik bilan muomala qilishga tirishdi. Ular bu haqda farqli ko'z qarashlarni o'rtaqlashish orqali to'g'ri qadamning qaysiligini ayirishga uringan bo'lsa-mu, afsus, masalaning diagnozi to'g'ri analiz qilinmagandan sirt, mazkur hissiy ovoz qo'shish go'yo oqilanda ko'rsatilishga tirishildi. Shundaqla mazkur ovoz qo'shish yiliqi Ziyoli apandining ifodasi bo'yicha boshqalarning chapinida tarlash taktikasi shaklida intayin yuzaki va zihniyatiga qilchi siyosiy ang yo'qmagan birining ifodasi siyaqida bayon qilinib o'tib ketilgan bo'ldi. Bununla paralel halda yana ba'zi tuyg'un siyosiy arboblarimiz, jumladan siyosiy sapasi yetakchi o'rindagi shaxslarimiz masalaga yuksak siyosiy sezgilikda muomala qilib, mazkur chaqiriqqa qarata Xitoyning bu harakatini asli biz boshlab berdik. O'tni biz yoqdik. Endi qo'pib ular boshlamchi, biz agashkuchi bo'ldikmi? Biz burundan tajovuzchilik va qirg'inchilikqa qarshi turib keldik. Ularning harakatining bir qismi bo'lib do'rab ish qilmasaqmi bo'ladi. Oq qog'ozga Xitoy mustamlikachi hokimiyati yo'qolsin. Ularning sipiga Xitoy qirg'inchilikni to'xtat deb qaytilish kerak. Biz boshqalarning bizga beralaydiganini o'zimizning nimaga erishmoqchi bo'lgani bilan aralashtirib olmaylik. Bizning nimaga erishmoqchi bo'lganimiz boshqalarning bizga beralaydiganidan cho'ng. Davoni kichiklatmaylik degan tarzga tuzatmalarni berganmi bo'ldi. Yana ba'zi tashkilot peshqadamlari bo'lsa, mazkur tuzatmani to'liqlaydigan, balki yuqorqidek ovoz qo'shishning Sharqi Turkistonliklarning ovozini ishning egisi va boshlamchisi bo'lishdan agash kuchiga, asoschilarga emas, figurlarga aylantirib qo'yishga, suyuqlantirib tuyuq yo'lga so'rashga xizmat qildiganligini eskartgan bayonlarini Xitoy xalqi bilan Sharqi Turkiston xalqi qilayotgan isyonning mohiyatlik va xarakter jihatdagi farqlarni ayirib beradigan fasllarni aniq belgilab, ondan o'tirg'i chiqish taklifini o'tirg'i qo'ygan bo'ldi. Natijada mustaqillik kurashida siyosiy shuarlar oqilona yo'l bilan ilingan va milliy irodaga vakillik qilgan asosda bo'lish sharti bo'yicha o'rtaq holda ovoz chiqarish plani ulgurmayla mana amdi oq qog'oz va ko'k bayroqliq guruhlarning go'yo sharobga halol tamg'isi besib reklam qilgan tusda medialarni qaplashga boshlayotganligi ko'zga chiliqib turibdi. Amaliyotda mazkur oq qog'oz harakatining chiqishi milliy mustaqillik maydoni bo'yicha kuzatish va foydalanishga tegishli bo'lgan, ammo shubhati qo'shilishga bo'lmaydigan harakat ekanligi zihniyatiga siyosiy ongning shirnisidan tamchi yuqqan kishi uchun aniqli bir masala edi. Biroq masalaga hayajonchi qo'llab, quvvatlash tashabbusi aralishi bilan tang aniq ish birdila noaniqdak. Mustaqillik prinsipiga ega bo'lguvchilarmi ikki taraf bo'lib tartisi bo'ldigandek ishga o'zgarib ketdi. Sababi nima? Sabab shuki, bu ishda oldi bilan masalaning zihniyat qismi dastlabdala o'saga ketib qolgan. Ovoz qo'shayotganlarda mazkur harakatga qarata ko'k bayroqliq yoki bayroqsiz holatda bo'lsin, shubhati oq qog'oz ko'tarib moslashishning o'zila milliy irodani prinsip qilgan bir zihniyatga muxolif keladigan bir ish ekanligi yetarli mulohaza qilinmagan yoki cho'ltin mulohaza qilingan. Aqallisi cho'kida lag'man yeyishga kalla qaturg'anchilik zehn upurtilmagan. Bu vajidan yushurun anglarida ishning milliy mustaqillik masalasi nuqtasidan uyg'unsiz bir ish ekanlik signali chilinmagan. Agar zihniyat rastilla iddia qilinayotgandek oq it, ko'k it falsafasini o'zlashtirgan zihniyat bo'ladigan bo'lsa, mazkur oq qog'ozga shubhati moslashning, bo'libmi vatan sirtida pas chiqarib agishvilishning noto'g'riligi mazkur harakatning xarakteri va muddaosidagi mundaq 3 nuqtadan ma'lum bo'lgan bo'ladi.
Birinci, xarakter jihatdan qilib aytganda, mazkur oq qog'oz harakatini maydonga keltirgan yoki o't pilchisi bo'lgan omil Xitoy xalqi o'zlari e'tirof qilayotgandek, Shinjongdagi yuqumni nolga tushirishda elib berilgan qattiqqo'l siyosat natijasida maydonga kelgan o't kuyish vaqasi. Shundaqla Shinjongda yuz bergan fojialarning o'zlarining beshiga kelish andisi ekanligi ma'lum. Aslida hokimiyatning diktatorchi siyosatlariga portlash harpisi turgan Xitoy xalqi kalaning beshiga kelgan kunning mozayning beshiga keladigan tamsili bo'yicha qaradi va fuqarolarning hayot mamoti bilan hisoblashib o'ltirmaydigan zolim siyosatga qarshi isyon harakatini qo'zg'adi. Ya'ni bu harakatning o't pilchisi bizning nazarimizda Sharqiy Turkistondagi qatliamning vahshiylashishi bo'lsa, mazkur Xitoy xalqi nazarida Shinjongdan iborat Xitoyning bir o'lkasida yuz bergan jinoyatga qarshi to'g'on silish, bu o'tning chachrab mamlakat miqyosida tutishdan andisha qilish tusida o'tirg'i chiqdi. Demak, ularning hisslashligi Xitoyning bir o'lkasiga, ya'ni ularning nazaridagi Shinjongga, Shinjongdagi Xitoylarni o'z ichiga olgan Jungo puhralarga qarta bo'layotidi. Hargizmi Xitoyni o'z ichiga olmaydigan Sharqiy Turkiston xalqini emas. Shundaq ekan, faşist siyosatni to'xtatish yoki yumshatish bilan yoki to'zitish bilan tugaydigan vaqtliq bir harakatga Sharqiy Turkistonliklarning tang oq qog'oz ko'tarib chiqishi ularning milliy irodasini emas, balki Xitoy xalqining mazkur isyondagi muddaosini destaklash bo'lib qoladi. Shunga bu yerda xarakter jihatdan oq qog'oz ko'targan Xitoy xalqi irqiy qirg'inchilikni emas, o'ziga o'xshash Jumhur farzandi, Cumhuriyet puhrasi deyilayotgan xalqning jon va mol bexatarligiga qilinayotgan jinoyatga, diktatorlikqa qarshi chiqyotidi. Undaqda milliy iroda nuqtasidan oq qog'oz harakatiga bayroqliq yoki bayroqsiz ovoz qo'shishning qaysi biri qilinsa, o'xshash Xitoy xalqining hokimiyatga qarshi isyoniga, zolim siyosatiga qarshi chiqish harakatiga puhralar sepida turib moslashish bo'lishdan halqib ketolmaydi. O'rtada mustaqillik davosi bir holatda Sharqiy Turkiston va Sharqiy Turkistonliklarning ovozining bundaq isyondan shubhati o'rin olishi siyosiy mavqe nuqtasidan paradoksikdir. Diktator hokimiyat bilan chiqisholmaydigan, qandaqdir o'tning chachrab o'ziningmi beshiga keladigan shapisini olganda tuyuqi siyqirab, atalmish Shinjongliklarni deb qo'zg'algan vijdonli Xitoy xalqi bilan vaqti kelsa, purchiqi tang pishalaydigan mo'min puhra bo'lalaydiganlik hissiyotini ifodalab qo'yishdan saqlanolmaydi. Bunun bilan hayajonga tayinib ovoz qo'shganlarning harakatimi mohiyatda har millatdan tashkil topgan puhralarning davlatga emas, balki mavjud hokimiyatning qattiqqo'l siyosatlariga qarshi norozilik harakatida bir safda bo'lganlik fotografini chiqarishdan boshqaga xizmat qilmagan bo'ladi. Bu nuqtadan mustaqillik shuariga ega Sharqiy Turkistonliklarning mazkur harakatga dastakchi siyoqida atalmış xalqning chopinida tarlash siyaqida shubhati ovoz qo'shishi masalaning hal bo'lishining tub yiltisi bo'lgan mustaqillikni xohlaydiganligini ifodalaydigan ish bo'lmay qoladi. Aksicha, bu ish adil tuzumdagi Xitoy hokimiyatining soyasi ostida vaqti kelsa Xitoy xalqi bilan bir safda bo'lib, o'rtaq bir jumhuriyatning puhrasi bo'lib, yashayalaydiganlik tutumini ifodalab qo'yishdan saqlanolmaydi. Ikkinchi, mazmun jihatdan elib aytsak, oq qog'oz harakatidagi oq qog'ozning ma'nosida mustaqillik shuariga ega shaxs yoki tashkilotlarning shubhati ovoz qo'shishni cheklashga yetarlik. Chunki oq qog'ozning muddaosi mazkur harakatni izohlovchi Xitoy xalqining o'zlari ta'bir berib o'tganidek, oq qog'oz bizning, ya'ni Xitoy xalqining deyishni xohlaydigan, ammo deyolmayotgan hamma narsamizni ifodalash uchun simvoldir xolos. Demak, bu simvol xalqaraning nazarida Xitoy xalqining diktatorlikqa qarshi ko'tarib chiqqan simvoli. Shundaqla ularning nazaridagi Shinjongliklarni o'z ichiga olgan davlat puhralarining mavjud kommunistik hokimiyatga qarshi chiqolmayotgan ovozining simvoli. Halbuki vatan sirtidagi mustaqillik shuari ostiga jam bo'lgan shaxs yoki tashkilotlar bo'lsa, ovoz chiqarolmaydigan bir hokimiyat ostidagi xalqning bir juz'isi ekanligini e'tirof qilmaslik prinsipi ustiga qurilgan milliy irodaning ovozchilaridir. Shundaqla ular vatan ichidagi Sharqiy Turkiston xalqiga vakolatan deyishni xohlaganlarini xohlagancha deyalaydigan, erkin sado chiqara oladigan muhitdagilardir. Shuning bilan bir vaqtda mustaqil bo'lish istagi bor millat demaklik, Xitoy hokimiyati tugul xalqi bilan bir rejim ostida bir vagonga o'ltirmaydiganlik tutumda bo'lish deganlikni o'z ichiga oladi hamda siyosiy tutum buni taqozo qiladi. Mustaqillik davosi qilayotgan yoki shu ideyaga mansublanganlar bo'lsa, azaldan o'zlarining Xitoy puhrasi bo'lishni rad qilib kelgan va hokimiyatni hech bir e'tirof qilmagan bir xalqning tamsilchilari bo'lganlikdan derak beradi. Ya'ni bu deganlik hech bir vaqt Xitoy xalqining bir juz'isi bo'lmaganligimiz va asla bo'lmaymiz deganlikni bildiradi.
Milliy mustaqillik xususida zihniyat bu tarzda bo'lgan ekan, muqarrar holda pozitsiya va tutumlarda bu nuqtalar cho'qim aks etib turishi, mazmunsiz oq qog'oz simvoli bilan bir qatoriga chizilib olmasligi lozim. Bo'libmi bugunkida xalqaroga millatning mustaqillik irodasini eng kuchli yo'l bilan bildirish kerak bo'layotgan bir paytda Xitoy xalqining puhralari qatoridagi sapdan o'rin olib turib, farq his qildirmaslik xohishiga moyillik bildirish hamda o'xshash vagonga tang so'rib olish istaklarini ifodalash bo'lsa, bilib turib qilinganda suyuqlantirish qapqiniga dassash, bilmay hayajonda qilinayotgan taqdirda op-ochiq siyosiy dötlik bo'lib qolgusi. Mayli xarakter, mayli mazmunda bo'lsin, milliy iroda nuqtasidan bo'lsin, ishning mazmun va xarakterida milliy iroda prinsiplari bilan uyushmaslik taraflari bor ekan, farqli ko'rinish va farqli ovoz chiqarib ishtirok qilish o'rniga oq qog'ozga shubbiy ovoz qo'shish chaqiriqi elib berish yoki qo'l-qo'lcha qo'llab tang oq qog'oz ko'tarishib berish Sharqiy Turkistonliklarning ovozini o'chirishga yotadigan bir ishni qo'llash jumlasidan bo'lib qoladi. Buni axlab o'ltirish bo'lsa, milliy irodani Xitoy xalqining irodasining bir variantiga so'rash, zo'rg'a qistilishga zo'riqish jumlasidan hisoblanadi. 3. Agar oq qog'oz harakatining adoqi g'oyasi deyilayotganidek mavjud hokimiyatni o'rish yoki mavjud fashist raisni taxtdan tushirish bo'lganida, bunda g'oyaning orasida Sharqiy Turkiston masalasining bo'lmaganligining o'zila ular bilan bir vagonda ko'rinishning, ular bilan oramizda milliy iroda xususida plan yoki putishish yo'q ahvol ostida o'zimizga hayajonlanib, oq qog'ozchilar bilan bir qatorda ko'rinish ahmoqonalikdir. Shundaqla buningdan siyosiy mantiqining Tayvan demokratchilari bilan eg'iz burun yolishib turishdan harakat qilishda moslashishimi o'ta bema'ni ekanligiga, siyosiy ang jihatdan ang vaqtliq bo'lganligida ham shak yo'qdir. Chunki Tayvan Xitoylari bilan quruq emizga silishishda birga kelayotgan to'pning siyosiy tutumida bir butun Xitoy mustamlikachiligga qarshi turish yo'qdir. Aksicha siyosiy xitoblarda urg'ulinib turganidek, faqatla Xitoy kompartiyasiga qarshi turish muddaosi kuchli. Tayvan Xitoylari boshlagan harakatga bundaq zihniyatki to'plarning birlashishi, o'rtaq dushmanining Xitoy kompartiyasi bo'lganligi nuqtasidan tushunishga bo'ladi. Biroq harakat qo'zg'ovchilarning yiltisi Xitoy davlatida turib, maqsadi davlat parchalash bo'lmasdan, hokimiyatni yomon payladan yondirish yoki mustabid raisni o'rish bo'lgan taqdirda, navbatdagi ovoz qo'shish tarafdorligidagi mustaqillik shuariga ega ziyoli yoki tashkilotning zo'rg'a ovoz qo'shib olishi yoki buni atalmish taktika sifatida aqlab qo'llab yurishi toshni tayoqqa zo'rlab tengishdek to'g'ri tushunib bo'lmaydigan harakat bo'ladi. Chunki oq qog'oz harakatining g'oyasi va tutumi ichida Sharqiy Turkiston masalasi hech o'rin tutmagan. Aksicha mazkur harakatning tutumi va g'oyasi Xinjiangni o'z ichiga olgan Jungodagi mavjud hokimiyatga norozilik yoki isyondan iborat bo'lmoqda. Bu qadar farqli ishqa atay Sharqiy Turkistonlik sifatida Xitoyning vagoniga esilvilishga zo'riqishning, roli Xitoyning ilkida ketayotgan mashinaning ko'zipiga yomishvilish qasdida paloqshib ketishning ahamiyati nima? Aslida Xitoy xalqining qo'zg'alishi Sharqiy Turkistonga yesashlik qilishdan bakrak, zolim siyosatning o'zlarining beshiga kelib qilishga ko'zi yetganidan, Xinjiangni vatanning bir qismi deb bilib, qolining beshiga kelgan kun, mo'zayning beshiga kelmay qo'ymaydiganligi andishisidan kelib chiqqan tursa, buningga figur sifatida tarlivilish qayerchi siyosiy ong? Siyosatda so'z emas, amaliyat, niyat emas tutumning asos ekanligi aqalli masala. Shundaq ekan, Sharqiy Turkistonliklarning manfaatidan bakrak, Xinjiangning manfaatini ko'zlashga yotadigan oq qog'oz harakatiga suvoqchilik qilish niyat qancha a'lo va üst saviyada bo'lib ketsin, muddia qancha taktikalik bo'lib ketsin, shubbiy qatnashib moslashish siyosiy nodonlikdan boshqa ish emas. Ham buningga bayroqni yondashtirib olishmi, masalaning aslidagi siyosiy vazni va xarakterini buriy olmaydi. Chunki oq qog'ozga moslashish istikining bo'lishining o'zila bir davlat ichida Xitoy xalqi bilan bir kunlik ostida o'rtaq istak ahlik bo'la oladiganlikni tan ilishga yotadi. Bundaq bo'lganda ishning ahvoli boshqalarning chapini tarlash taktikasiga o'xshashdan bakrak, osmondagi g'ozning sho'rpisiga nonchilab yevilish tamosiga o'xshab qoladi. Chulviri qo'lingda bo'lmagan, rolisining kontrolligingda bo'lmagan bir qo'zg'alishda figurlikmi qimmatimi yo'qtirib zo'rg'a qistilish va buningdan naf elishni tushakashdanmi ortiq xiyolparastlik bormi? Kishini taajjublantirguchi nuqtalarning biri. Mazkur ovoz qo'shish chaqiriqini qilayotgan va buni o'zining yetti o'lchab bir kesishga tirishadiganligini pash qilib turib aqlayotgan shaxslardan birining Xitoyning yemakligidan haromnila ayirib to'xtamasdan
halolimi ayrishdek bir qator o'zgacha tutumi bilan ko'rinib kelayotgan biri bo'lishidir. Ya'ni xalqimiz o'zining milliy taomlariga o'zlashtirib akirgan bir qism halol taom kulturlarini milliy dasturxonidan supurib tashlashni, hatto odat o'zlashtirilmagicha hech bir ziyon yoki ideyaviy chalg'utlikni keltirib chiqarmaydigan ko'nikkan yot odatlar qatorida tashlashga to'g'ri kelgandimi, yuzlab import qilib ilib kirilgan g'ayriy odatlar qarshisida oldirab navbatmi kelmaydigan cho'k tutish tog'liq bir ishdimi radikal pozitsiyada turib cheklash tarafdori bo'lish bilan tunilgan bir ziyolining bu chaqiriqqa bosh bo'lishi haqiqatanmi ajablanarli. Bu go'yo kishiga Hasanning qilini ilg'ashqa, Höpüpki kelganda yondamay tanovul qilishga mabtun xiyolilar toifasining zo'riqish tutumini esga soladi. Chunki mazkur zihniyatdagi tutum siyosiylikqa chetilmaydigan odat kulturiga yotadigan bir ishda Xitoyga qarshi radikal tutumda bo'lib, uning har nimasidan ado juda bo'lishni tashabbus qildi va buning boshlamchisi bo'lib olqish tiklaydi. Lekin millatning irodasiga, siyosiy sezgirlikka yotadigan bir ishga kelganda, bo'libmi milliy davoning xalqarodagi obrazini farqli yo'sinda tiklashga ehtiyoj bo'layotgan bir paytda sap tutish va maydon ifodalashga yotadigan bir ishga kelganda, Xitoy xalqining vagonidan o'rin tutishdek siyosiy galdu-guldonlikni yetti o'lchab bir kesishdek donolikqa jo'rashdan ayonmaydi. Kültür mustaqillikni radikalcha tashabbus qilishda xalqdan yeri turish falsafasini bozorga silib, xoslikni joriy qildirishda gram shashmaydigan tutumni ifodalaydi-yu, milliy irodani tamsil qiladigan siyosiy dasturxonga Xitoy xalqining irodasiga ovoz qo'shishga yotadigan siyosiy xalqni daxil qilishda kilometrlab shashalaydi. Ajiba, bu qayerchi yengiltaklik, qayerchi mantiqa? Ajiba ijtimoiy xalq, siyosiy xalq taktikimi? Madaniyatda saflıqni qo'g'dashda ko'rsatilgan radikal tutumni nemishqa siyosiy harakatga ko'rsatkili bo'lmaydi? Yig'ib kelganda o'lcham qo'sh bo'lmasligi, bo'libmi buningdek bal usti bir xil, bal osti bir xil padiga usul ijro qiladigan benormal yuzakilikda bo'lmasligi lozim. Shuarlarimizda ziyoli millatning vijdonidir deb jar salgan ekanmiz, vijdon süzgichini shakli va ijtimoiy ishlarga bo'lishiga ishiltib o'tkirlashtirib, siyosiy harakatga kelganda gallashtirib qo'ymasligimiz kerak. Növbəti bar ishlarga kirishib qolganchilik muhimlikni siyosiy harakatlarda mo ko'rsatishga sal qarmaslik, ijtimoiy nuqtai nazar bilan siyosiy nuqtai nazarni ayirib va har birini o'z o'rniga qo'yib muomala qilish zarurdir. Shundaqla buni maqomiga tushirib o'rindash ziyolilik sifatning talab taqozosidir. Xotima. Xulasa qilganda oq qog'oz harakatiga so'qinish yoki qo'shilishni siyosiy fursat bilgan hamda buni Sharqi Turkistonning manfaatiga yaraydigan, shundaqla milliy irodani ifodalashga xizmat qildirg'ili bo'ladigan fursat deb qaragan vaqtda buni reallikqa aylantirishning yo'li mazkur harakatni aynan nusxlab do'rash yoki agishish bo'lmasdan, balki yiltiz xarakterlik farqimizni ifodalaydigan va Sharqi Turkiston xalqining deyilmayotgan milliy irodasini dag'dam va dadil jakarlayalaydigan tusda diqqat tartarliq bir shaklda o'tirg'i elib chiqishdir. Shundaqla buni yuz berayotgan hodisalarning qandaqdir puhralarga yurgizilayotgan diktatorchi siyosatning natijasi bo'lmasdan, mohiyatda mustamlika qilib olishdan keyingi sumirish, ezish va qirg'in qilib yo'q qilish siyosatlarining shiddatining, hatto bu badalni o'z puhralarga to'ltishi yanmaslikda yovuzlikning oqibati ekanligini ifodalaydigan usulda o'tirg'i elib chiqishdir. Bunundan başqacha o'tirg'i chiqish, bo'libmi hokimiyatga qarshilikda, yana kelib biz boshlagan, ammo biz bosh bo'lmagan bir isyon harakatida Xitoy xalqiga hamnafaslik tusini berishni ko'zlab, ishning oqibatini tuyuq yo'liga so'rab tortadigan urinishlar bo'lsa, atiqi va hikmatiga qanchalik cho'nqur yoki taktikalik bo'lib ketgan bo'lsin, siyosiy xalq sifatida cho'rib tashlanishi, shikillanmay rad qilinishi lozim. Undaq bo'lmaganda ijtimoiy xalq xususidagi ideallarimizning payti kelganda siyosiy xalqni tanovul qilishga hozirlangan bir turlik taktika bo'lish ehtimolligini oshirg'usi. Shundaqla mafkurimizning aslida yiltizi saxta, yuzaki va sun'iy bo'lishdek abdi bashirsini namoyon qilishdan saqlanolmag'usidir. Abduri Burhan Muhammad 2022 yili 5 dekabr